Do'stlar, bizda 9-savol. Tibbiyot oliygoh talabasi imtihonga tayyorlanmoqda ekan. Xo'sh, va 12 soat davomida hech narsa yemabdi. 12 soat vaqt. Shu vaqt talaba yirik qutidagi shirinliklarni ochdi va barchasini qisqa vaqt ichida yeb qo'yibdi. Taomning talaba metabolizmiga qanday modda va holat ta'sirida natijasida ta'sir qiladi deydigan bo'lsa, bunda glyukogen, ya'ni qonda qand miqdori pasaygan, chunki 12 soat och qolgan bemor. Endi bunda glyukoza spektrlari ortyapti, ya'ni bunda insulin miqdori ortib ketyapti. Endi shirinlik yegan, bir quti shirinlikni yegan, bunda ochlik metabolizmi, ya'ni glyukozadan kiryapti organizmga, o'ta ham juda ham ko'p miqdorda organizmga kirib boryapti. Ya'ni shirinlik yeyish metabolizm, ya'ni insulin faoliyatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, do'stlar, bu jarayon jigarda boradigan jarayon hisoblanadi. Xo'sh, bunda jigarda glikogenez jarayoni hisoblanadi, ya'ni glikogen zaxiralarini tiklash. Chunki 12 soat och qolgan, birdaniga ko'pgina glyukoza, ya'ni shirinliklarni iste'mol qilyapti bemorimiz. Endi bunda mushaklar to'qimalarida birinchi glyukoza qon orqali me'da ostiga o'tyapti, keyin mushaklarga boryapti. Mushaklardan lipogenez orqali, ya'ni ortiqcha glyukozani yog'ga aylantiryapti. Ya'ni bu yerda zaxira holatda to'playapti ham va glikogenez, ya'ni glikogen zaxiralarini tiklash jarayoni sodir bo'lyapti. Bunda bloklanadigan jarayonlar glikogenoliz va glukoneogenez jarayonlari hisoblanadi. Ammo lekin lipoliz jarayoni aktiv bo'ladi. Bizda glikogenoliz va glukoneogenez jarayonlarimiz blokировка bo'larkan. Ammo lekin taom, ya'ni shuncha miqdorda shirinlik yegan talabada bu narsalar glikogen zaxiralarini tiklashni ta'minlab berar ekan. Chunki bu inson, ya'ni bu bemorimiz 12 soat davomida och qolgan shaxs hisoblanadi.